Bolajonlarim jigari yoqtirmaydi gollaya. Yaxshi ko'rib qoladigan qilib juda mazali pishirish usulini o'rgataman. Jigari tozalab, shu ko'rinishda to'g'rab qo'yib, to'yimli va mazali bo'lishi uchun kartoshkalarni ham chiroyli qilib to'g'rab olib, bitta sovuq suvda chayib olib, yog'da qovurilib pishgunicha kartoshkani yana ham mazali qilish uchun yumshatilgan sariyog'ga maydalangan ukrop, chesnok va tuz solib, yaxshilab aralashtirib pishib chiqqan kartoshkalarni issiqligida ustiga solib aralashtirib olamiz. To'g'ralgan jigarga qovurishdan oldin yaxshilab maydalangan zira, kashnut urug'i, paprika va tuz solib ustalari qirsildoq bo'lish uchun panirovkaga ozroq un, tuz solib aralashtirib jigarlarni biylab olib, o'rta olovda qizigan yog'da 1-2 daqiqa qovurib olamiz. Pishmaydi deb o'ylamanglar, jigar juda ham tez pishadi. Ko'p qovursanglar qotib qoladi. Shunaqa pishirsanglar ustlari qirsillab, ichlari yumshoqqina, suvlikkina bo'lib pishadi. Ishtahanglar ochilib, video yoqqan bo'lsa, bitta yurakcha va shirin so'zlaringlarni kutib qolaman. Bay, ustlari qisir, ichlari suvlikkina, juda mazali.